Assalomu alaykum. Qanday, zo'rmisiz? Yaxshimisiz? Tayson, sen menga vizit tashladingmi? Ha, men vizit tashladim aka. Menga faqat juda keldi, xolos, telefoning puli yo'qmi? To'liq vizit tasha. Telefonimda puli bor, prosta nima desam bo'lar ekan? O'zim urushmoqchiman siz bilan. Realni mani keldim men. Telefonda gaplashib turishga vaqtim yo'q. Sen men bilan jang qilmoqchimisan? Jang qilmoqchiman ha. Davay, qayerda qilamiz jang? Rossiyada. Ikkita o'zbek Rossiyada. Men mana shu yerda urushaman. Rossiyaga bormayman men. Nimaga? Chunki Rossiyada ana internetlar, Telegram, Instagram ishlash uchun VPN qilish kerak. Meni unaqa VPNim yo'q meni. Aka, VPNning iti menda bor, iti. Hop. Jigar VPN degan bitta VPN bor. Telegram, Instagram, TikTok deysizmi, YouTube deysizmi, luboyni yorib taylaydi. Qaror ishlamoqchi bo'lsangiz, agar urushmoqchi bo'lsangiz, nasib bo'lsa inshaalloh vizit qabul qilsangiz, bu bahona bo'la olmaydi. Bahona qilmang aka. Mana VPN iti. Hop, bo'pti, qara, Rossiyada sen bilan vizit qabul qilaman. O'sha Jigar VPNni yuklab olsam, skechapga olsam, hamma platformam ishlaydimi? Cho'tki. Ishlaydi, luboy odamga ishlaydi. Qanaqa odam bo'lsa ham ishlayveradi, farqi qilmaydi. Prosta tortsangiz bo'ldi. Bo'ldi, faqat qara, 21-kuni Oktagon ligadagi jangini Humo Arenada yutsang keyin urushaman. 300% urushmayman. Men aka, ko'zimda yumib yedi, yutib qo'yaman. Iziga tayyor turing. Bo'ldi, ko'zingni Format yutsang. qiling. Bo'ldi, keyin men sen bilan bir qo'lim baylab urushaman, davay. Davay. Ha.